Rimning generalini qanday mukofotlashim mumkin? Uyga qaytishga ruxsat bering. Uyga. Uying haqida gapirib ber. Men uyim Truxilyo tepaligida joylashgan. Juda oddiy joy. Quyoshda toblanuvchi toshlar. Kunduzi o't hididan qiydi, kechqurun esa yasmin hidi. Kiraverishingizda bahaybat teraklar qad ko'targan. Anjir, olma, nok, qora tuproq, xotinimning sochlari kabi qop-qora. Uyim yonida yovvoyi xo'tiklar o'ynashadi. O'g'lim ham ular bilan o'ynab yuradi. Oxirmat uyda qachon bo'lgansan? 2,264 kun avval. Bilasanmi, Maksimus? Uying juda yaxshi ekan. U uchun kurashishga arziydi.